Hop, assalomu alaykum do'stlar. Demak, bugun biz Swift Audio firmasidan ma'lum bir uzatish qurilmasi, ya'ni ovoz distansionniy, to'g'ri? Distansionniy bir mikrofon desak bo'ladi, zakaz qildik. Ya'ni cholg'u uchun shu ikkita qismdan iborat ekan. Bugun biz buni ko'rib chiqamiz, qani. Ulab ko'ramiz, test ko'ramiz bir marta sizlar bilan. Bo'lmasa aparatga bu tomonini mana elektron emas, mana cholg'uyimiz akustik, ya'ni taxtali skripkaga ulab ko'ramiz. Mikrofon olamiz. Qanaqa bo'ladi, ovozlar qanaqa chiqadi, birma-bir sizlar bilan mana ko'rib chiqamiz. Yaxshi sopasaytir bo'lsa, xalaqit bermaydi ichingga. Uzoqroqdan-a? Skripkada ijro qilinishi, ana endi elektron skripkalar bor, ijrochilarimiz chalishadi, ya'ni cholg'uvchilarimiz. Endi shunday holatini bir marta ko'ramiz. Biz bilamiz Yamaha CL120, o'sha eng ommabop, eng yaxshi ko'radi skripkachilarimiz. Shu bo'yicha oldi. Ovozlar qanaqa o'zgaradimi, yo'qmi? Uzoqroqdan qilinishi. Hatto 50 metrgacha bemalol foydalanishingiz mumkin konsert zallari, boshqa holatlarda. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar.